Tug'ishimdan oldin oxirgi salon kelishim. Kelmaganimga bir oydan точно oshdi, 1,5 oycha bo'lib qoldi. Aytdim, full komplekt qilamiz. Baxtliroq kelganim uchun masterim bo'shagungacha kofilarimni ichib oldim. Birinchi bo'lib soch parvarishdan boshladik. Sochlarim ildiziga detox maska. Yig'ilib qolgan tuz va yog'larni ketkazadi. Soch tanasiga esa kerastasidan Fuse Dose. Укрепляющий va восстанавливающий effekt beradi. Hammasini kerakli vaqtda ushlab, toza qilib yuvib, sushkaga o'tamiz. Albatta, termozashitni ham ishlatamiz. Легкий прямой укладка tanladim. Любой уходлянный effekt накопительный bo'ladi. Men почти har oy qildirib yuraman. Shunga sochlarimda effekti srazu bilinadi. Sog'lom va yaltillagan ko'rinishga ega bo'ldi. Navbat manikyur va pedikyurga. 6-oydan boshlab oyoqim shishib boshlagan. Shunga постоянно kompressionniy cho'ki kiyib yuraman. Manikyur va pedikyurni 4 qo'lda qilishadi. Shunga 1 soatda hammasini bajarib bo'lishadi. Men uchun bitta vaqtda kelasigan bajarilishi juda ham qulay. 2,5 yildan beri faqat naturalni qildiraman. Ya'ni hech qanaqa lak yoki pokritye ishlatilmaydi. Kalta forma, tirnoqlarim atrofini esa chiroyli qilib tozalab berishadi. Uzun tirnoqlar bilan menga umuman noqulay. Shunga faqat naturalni va kalta qildiraman. Prektirish yoqtirmayman, shunga faqat laminirованный qildiraman. Shunda tush qo'yganimda chiroyli babichka effekt bo'ladi. Keraksiz tuklarni olib tashladik va shu bilan uxodimizni yakunlaymiz. Bolashkamiz dunyoga kelganida, "Voy, onam shunaqa ухоженный chiroyli ekan" desin dedim-de.